Matizda Qoraqalpog'istonga kirib keldik. Ular ozod menga shart bergan, 500 ming so'm yig'ishim kerak. Bega olmasangiz yoki 1000 dollar sanaysiz. Vallohi hol. Menda 100 ming bor. 400 ming yig'ishingiz kerak. Bu kimdan bu? Bu 15 mingdan kimga ish bilan otalaydi? Akam 100 ming beraman. Nima deysiz? 100 ming beraman men. Onasini emsa, o 100 minglik narsa emas-ku, 100 ming emas-ku. Aynan bir farqi bor. Nima qilib bo'lsa-ham deyku. 100 ming. Men yana 100 ming beraman. Hozircha 200 ming. Yo siz krupni ishlab yuborasiz, mayda ishlang. Yo'q, nima unaqa ishlashim kerak? Nech pul berasiz? 500 dollar. 500 berasizmi? Bo'ldi. 500 ming. Voy, bu yopildimi? Yo'q, bittada yopib qo'yibsiz-ku. Kan degan narsa yo'qmaydi Qoraqalpog'istonda. Bir bo'ladi, bo'ldi 500. Короче, mana Gap yo'q ekan. 500 ming akamlarning o'zlari yopdilar. Aka, baraka toping. Soat taqishga qiziqasizmi? Конечно. Ha? Mana aka, 850 dollarlik. Voy, onasini emsa. Et qo'y, men unaqa qora olmayman. Mardga, mardmiz. Halol topdingiz-a buni? Mana 700 ming. Men senga berdim. Olaganingni qil. Mard bo'lsang, ana bolaga berib yubor. Bo'ldi, mana shu bola bizga ruxsat bergani uchun shuni. Mana brat. Sog' bo'ling. Menga bir narsa beringlar. Senga shart beramiz inshaalloh. Ertaga Xorazm Urganchga borganda shartni bajarasan. Kommentariyaga yozishsin, nima shart bering. Men bajardim-ku, to'g'rimi? Shartni istoriyada aytaman. Bo'ldi, kommentga yozinglar, men ham ko'rib tayinlanib o'tiraman. Bo'ladimi? Men qiyinini tanlayman. Bo'ldi.